Sergelida zo'r lokatsiyasidan bitta uy ko'rsataymi? Sergeli 6A kvartal shundoqqina Sergeli mashina bozorini hamda dehqon bozorini yonida joylashgan, O'zgarish metrosiga 100 metr atigini. Shunaqangi zo'r lokatsiyadan bitta zo'r xonadonimiz chiqdi. Xonadonimiz o'zini shunaqangi gavjun hovlisiga, parkovkasi, bolalar o'ynash maydonchasi, hattoki ko'rib turganingizdek qo'shnilar bilan shunaqangi piknik qilishlik uchun sharoitimiz ham bor. 7 qavatli binoning 6-qavatda joylashgan 2 xona 50 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Videoda o'tkazib bormang, videoga like bosing, uyni olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, uyimizga ham kirib oldik. Kirganimizda shunaqangi chiroylikina hol, chap holda birinchi bo'lib bizni sanuzel, umumiy sanuzel, ya'ni hojatxona va hammomimiz. O'zini sanuzel hamda shunaqangi plitalar qilib qo'yilgan. Koridor bo'ylab bizni oshxonamiz kutib oladi. Ko'rib turganingizdek, oshxonamiz ham keng, yorug', bemalol o'zini tashqi oynaklari, oynaga qo'yilgan panjaralari bor, kuxnya mebel, gaz plitalarimiz, xolodilnik, hamma jihozlari bilan jihozlangan, stol. Uyimiz qisqasini aytganda juda ham kompaktli. Keyingi xona bizni zal qismimiz. Keng, yorug', shinamgina zal qismi. Zal qismida ham o'zini televizorlari, chiroyli aboylari hamda eng qizig'i shunaqangi o'zini balkoniga ega. Ishdan kelib charchaganingizda bunaqangi muhitni tomosha qilib, miyaga dam berishga nima yetsini. So'ng bizning oxirgi xonamiz, ya'ni kattalar uchun yotoqxona. Oyoqtaylari parket pol qilingan 100%. Bu esa uyning kattalar uchun yotoqxona qismi. Yotoqxona qismida ham radiatorlar, konditsioner, televizor albatta, shunaqangi chiroyli mebellar bilan jihozlab qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, narxi 58 ming, yana kelishiladigan joyi bor albatta. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, videoga like bosing. Shu hududdan uy so'ragan tanishingizga yuborib qo'ying.